Shahboz hammaning oldida xotinini tan olmasligini aytgan o'sha lahzada Samiraning yuragida qo'rquv va g'azab bir paytning o'zida uyg'ondi. Endi esa Layloning hayoti yanada xavfli burilish tomon ketmoqda. Keyingi qismda Samira endi jim turmasdan Shahbozni Laylodan butunlay uzoqlashtirish uchun katta reja tuzishga qaror qilgani ko'rsatiladi. Boshqa tomondan esa Shahboz o'z qaysarligidan qaytmay, Layloning ortidan yurishni davom ettiradi va bu butun oilada yangi janjallarni boshlab yuboradi. Laylo kuchli ruhiy bosim sabab bu yerlardan ketishni o'ylaydi. Ammo aynan shu paytda hammani hayratda qoldiradigan bir sir ochila boshlaydi. Shu bilan birga Mubina ham ishxonadagi yigitning tinimsiz harakatlaridan charchab, ishdan ketish haqida o'ylashi mumkin. Lekin eng katta savol shuki, Samiraning yangi rejasi Layloning hayotini butunlay barbod qiladimi? Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga albatta obuna bo'ling. Shuningdek, yangi videolardan birinchi bo'lib xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha tugmasini ham yoqib qo'ying. Barcha predictionlar faqat shaxsiy taxminlarimizga asoslangan bo'lib, asl voqealar bundan farq qilishi mumkin.